Xitoy Sharq Turkiston bayrog'imizni ko'rib chiday olmadi. Turkiyaning Samsun viloyatida xalqaro o'quvchilar jamiyati tomonidan bugun 5-may kuni Samsun shaharlik Cumhuriyet maydonida davlat tunishtirish ko'rgazma faoliyati elib berildi. Bu ko'rgazmaga O'rta Osiyodagi Turkiy Cumhuriyetlar, Arab davlatlari va boshqa nurg'un davlatlar qatorida Sharq Turkiston uchun maxsus bo'lim ajratilgan edi. Samsundagi o'quvchilarimiz bugun atdigandala o'zlariga ayirib qo'yilgan Chidir uyga kelganida bayrog'imiz va Uyg'ur turklari degan lozunga issiqlik holatda edi. O'quvchilarimiz Chidirni milliy buyumlarimiz bilan zinnatlab ziyoratchilarga ochdi. Kutilmaganda Sharq Turkiston Chidirining uduldila Xitoy Chidirining borligi ma'lum bo'ldi. O'quvchilar buningga pisand qilmasdan ko'rgazmasini echivergan bo'lsa-mu, xalqning qizg'in olqishiga, qiziqishiga erishgan Sharq Turkiston Chidiridagi ovatliq Xitoyni qattiq bearam qildi va shu yerdagi faoliyat o'rinlashtiruvchilarga arz qildi. Xitoy Chidiridagilar bilan Sharq Turkistonlik o'quvchilar o'ttirisida xeli jiddiy talash-tortishlar bo'ldi. Xitoy taraf biz bir davlat tursak, bular ayrim boshqa bayroq bilan ochsa bo'lmaydi. Bular biz bilan birga bir Chidirda bir bayroq ostida ochayli deb o'ktamlik qildi. Ammo bizning o'quvchilar, yo'q, biz bir davlat emas, senlar bizni besib elishgan deb keskin javob qaytarishdi. Yerlik bexatarlik xodimlari bilan Xitoy vakili va Sharq Turkistonlik o'quvchilar o'tirisida elib berilgan dialog sing'i elingan ko'rinish hammadan bak ko'nglimizni yerim qildi. Chunki bu ko'rinishda Xitoyga vakolatan so'z qilayotgan o'quvchimi yanada Uyg'ur edi. Egallashimizcha u ichkirida cho'ng bo'lgan ismi Uyg'ur, ruhiy xitoylashib ketgan Uyg'urlardan ekan. U so'zida o'zining musulmon ekanligini, Sharq Turkiston Chidiri echilgan taqdirda o'zining davlati oldida taskuniga qoldiganligini, davlatiga qaytalmay qoldiganligini, Uyg'urlar ayrim ochgan taqdirda Xitoy xo'jayinlarining o'zini qiyin ahvolda qo'ydiganligini bildirib, numus qilmasdan turk xodimlarga bular nimishqa ayrim ochidi deb savol qo'ydi. Turk xodimlar Turkiyaning har yerida Sharq Turkistonliklarning har xil faoliyatlari elib berilganligini, agar davlating tarafidan yoki Xitoy elchisi sana gap qilsa, men bilan ko'rishsin. Sana hech nima bo'lmaydi. Har ikki Chidir ayrim ochsin deb yo'lga solgan bo'lsa-mu, 2 soat o'tmasdan Sharq Turkiston Chidirining bakla olqishga erishganligini ko'rgan Xitoylar chiday olmay, Xitoy elchisini chaqirib kelib, masalani ikki davlat munosabatiga ta'sir yetkazadigan darajaga chiqargan. Buning bilan mas'ullar Sharq Turkiston o'quvchilar vakilini chaqirib, bu ishning cho'ngib ketganligini aytib, biz sizlarni tushunamiz. Masala ikki davlat o'rtasidagi diplomatiya masalasi bo'lib qoldi. Sizlar biz uchun bugungi haqqinglardan voz kechsanglar deb o'tinganligi uchun o'quvchilarimiz Xitoydan qo'rqqanligi uchun emas, balki Turkiya manfaati uchun o'z haqlaridan voz kechib, soat 13 atrofida Chidirlarni taqab qaytib ketishdi. Xitoy Chidirida ruhini satgan heliqi atalmış Uyg'urdan boshqa yana 2 yog'liq chekkan tungan qizlarining o'rin elishi diqqat tortdi. Xitoy rejimi tungan musulmonlarni tutqun qilishga boshladi. 5-may ijtimoiy uchur vositasi Facebook sahifasi tarqalgan silliq ko'rinishlarda 20-30 atrofidagi Xitoy saqchilarining tungan musulmonlarni zo'rliq bilan tutqun qilinayotgan ko'rinishlari oshkorlandi. Bu ko'rinish ichkiri o'lkadagi ma'lum bir masjid yoki tunganlarning maktablaridan biri bo'lishi mumkin. Sing'a olg'uchining ovozi aniq bo'lmaganligi uchun qaysi shaharda, qayerda bo'lganligi aniq bo'lmadi. Xitoy saqchilar bino oldida qora aynaklik bir minibus to'xtatib qo'yib, bir tungan imomni orqadan 2 ayol va 3 erni hamda atrofda qarab turgan bir kishini qo'shib tutib, minibusga zo'rliq bilan besiyotganligi ko'rildi. Bu voqea 3-mayda bo'lgan bo'lib, sin ko'rinishidagi imomni tutib mangan binodagi bexatarlik kamerasi boshqarish ekranida 2018-yil 5-oyning 3-kuni deb chiqib turadi. Xitoy konsul xodimlari konsulni tashlab qochdi. 3-may Qozoq xabarlari to'g'rida bildirilishicha, qozoq qarindoshlar Xitoy rejimining Qozog'istonning Olmatadagi konsuli oldida kuch ko'rsatish namoyishi qilishi natijasida Xitoy konsul xodimlari konsulni tashlab qochgan. Xitoyning Qozog'istonda turishliq konsul xodimlari oldingi hafta qozoq qarindoshlarining Sharq Turkistondagi atalmış tarbiyalash lageriga qamalgan tuqqanlari bilan 3-may 100 oilani yonfonda aloqa qilishga ruxsat qilganligini uqtirgan. Biroq 2 kun o'tgandan keyin aloqa qilishga ruxsat berilgan sonni 30 ga tushirgan. Hamda axborot xodimlari va muxbirlarning konsulga kelmasligini shart qilgan.
3 may ailesi Sharqi Turkistondagi yig'ib-elish lageriga qamalgan 30 qozoq qarindishimizlar ichiga elingan bo'lib, buningga norozi bo'lgan sirtdagi qozoqlarning Xitoy elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish qilish natijasida Xitoy konsul xodimlari konsulni tashlab qochib ketdi. Bu xabar Qozog'iston televiziyalarida tarqatildi. Tarbiyalash lageridagi sirlar oshkorlandi. 4 may China oid to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi yig'ib-elish lageriga qamalgan kishilarga noma'lum dori va ukulni majburiy ishlatib ziyonkashlik qilayotganligi oshkorlandi. Sharqi Turkistondan ko'chib Qozog'istonda o'ltiraqlashgan Kabin Bekinay muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoy rejimi Sharqi Turkistondagi yig'ib-elish lagerlariga qamalganlarga noma'lum dori va ukullarni majburiy ishlatganligini, qo'yib berilganlar xotirasi va jinsiy iqtidorini yo'qotganligini Kabin Bekinayning universitetda o'qiydigan jiyan o'g'li Cengiz Bek Bardibak qishliq ta'tilda Sharqi Turkistonga tuqqan yo'qlash uchun berib, Xitoy rejimi tarafidan atalmish tarbiyalash lageriga qamalganligini, qamalgan kishilarning hammasi noma'lum dori va ukul ishlatishga majburlanganligi, lagerdan qo'yib berilganlar ichida ig'ir bo'lganlari xotirasini yo'qotganligini, yenik bo'lganlari asli tutish iqtidori chekinganligini, erlarning jinsiy iqtidorini yo'qotganligini, ayollarning hayzi qalaymaqon bo'lganligini oshkorildi. Muxbirlar ichkirlab ahvol egilash uchun yaqinda Xitoy JX idorasi tarafidan tutilib qo'yib berilgan oqlug'uchi Li Juyuanni ziyorat qilish orqali Xitoy tutib turish o'rinlaridagi mahbuslarga noma'lum dori va ukulni majburiy ishlatadiganligini, dori va ukul ishlatilgan mahbuslarda muskul bo'shishib, qo'lini ko'tara olmaydigan, ko'zi qattiq og'rib, ko'rish iqtidoriga ta'sir qilish alomatlari ko'rilganligini isbotlab berganligini oshkorildi. Aqsaray Xitoy Janubiy dengizni harbiylashtirishning badalini to'laydi dedi. Aqsaray payshanba kuni Xitoyning Janubiy dengizni harbiylashtirayotganligiga inkos bildirib, buning uzun va yaqin mezgillik badali borligini ogohlantirdi. Amerika axborot vositalari chorshanba kuni Xitoyning Janubiy dengizida yasagan ba'zi sun'iy orollarga paraxodga qarshi va yerdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba o'rinlashtirganligini xabar qilgan. Aqsaray bayonotchisi Sara Sanders payshanba kuni mazkur masala haqida to'xtalib, biz Xitoyning Janubiy dengizni harbiylashtirayotganligidan yaxshi xabarimiz bor. Biz bu jihatdagi andishalarimizni Xitoyga bevosita yetkazib, buning uzun va qisqa mezgillik badali borligini o'ttirg'a qo'yib keldik dedi. Lekin Sara Sanders buning qisqa va uzun mezgillik qanday badali borligini tilga olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bir Amerika amaldori Xitoyning o'tgan oy ichida separatli taqim orollaridagi ba'zi sun'iy orollarga qoral sistemalarini o'rinlashtirganligiga doir ba'zi signallarga erishganligini bildirdi. Amerikaning CNBC televiziya kanali chorshanba kuni bergan xabarda Xitoyning separatli taqim orollariga qarashli Ferry Cross, Subi, Meschief qatorliq 3 orolga boshqarilgan bomba yo'tkiganligini ilgari surgan edi. Xitoy boshqarilgan bomba o'rinlashtirgan yuqorqi orollar Filippinga 216 kilometr yiroqlikda bo'lib, bu Filippinning iqtisodiy manfaat rayoni ichida edi. Reutersning bildirishicha, bu Xitoyning Vyetnam, Malayziya, Bruney qatorliq davlatlar egilik huquq da'vosi qilib kelayotgan bu rayonlarga tunji qitim boshqarilgan bomba o'rinlashtirish ekan. Amerika Tinch okean pilotining qo'mondoni Admiral Philip Davidson 22 aprel Amerika Davlat Majlisida bergan guvohlik so'zida Xitoyning Janubiy dengizni kontrol qilayotganligi, faqat urushla Xitoyni to'xtata oladiganligini bildirgan edi. Amerika-Xitoy savdo suhbati oxirlashdi, ammo ba'zi masalalardagi zo'r ixtilof yanada hal bo'lmadi. Erkin Osiyo radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Xitoyning Beijingda o'tkazilgan 2 kunlik yuqori darajaliklar savdo suhbati juma kuni oxirlashdi, lekin ikki taraf hech qanday bir kelishim hosil qila olmadi. Xitoyning Xinhua agentligi ikki tarafning ba'zi sohalarda fikr birligi hosil qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin xalqiliq masalalardagi ixtilofning yanada nihoyat zo'r ekanligini ta'kidladi. Amerika Moliya ministri Mnuchin juma kuni aytganda payshanba kungi suhbatga bak yaxshi so'zlashishlar bo'ldi deb baho bergan bo'lsa-mu, lekin Amerika taraf suhbatning oxirgi natijasi haqida hozirga qadar hech qanday fikr bildirib boqmadi. Reuters agentligining oshkorlashicha, suhbatda Amerika taraf Xitoyning Amerika bilan bo'lgan savdodagi aktiv raqamini kelgusi 2 yil ichida 200 milliard dollar azaytishni talab qilgan. Xitoy taraf bo'lsa Amerikaning Xitoy texnika korxonasi Zhongxin shirkatiga qo'ygan embargoni ojizlatishni o'ttirg'a qo'ygan.
Prezident Trump ilgari Xitoyning Amerika aqliy mulkini o'g'irlashiga qarata tamojna beji e'linadigan Xitoy eksport mahsulotlarini 150 milliard dollarga chiqaradiganligini bildirgan edi. Reuters'ning juma kuni bergan xabarda qayd qilishicha, Amerika vakillar o'maka savdo suhbatiga qarata texi hech qanday fikr bildirib boqmagan bo'lsa-mu, lekin Prezident Trumpning 150 milliard dollarlik Xitoy eksport mahsulotiga tamojna beji qo'yish planidan voz kechadiganligining hech qanday beshorati yo'q ekan. Xitoy 2017-yili Amerikaga 350 milliard dollardan ortiq mal eksport qilgan. Prezident Trump juma kuni o'zining Amerika-Xitoy savdo munosabatini adil elib berishda qat'iy ekanligini ta'kidladi. Xitoy Fransiya prezidenti Macronning Xitoydan hazar aylash haqidagi so'ziga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi juma kuni bayonot e'lon qilib, Fransiya prezidenti Macronning Hind Tinch okean rayonini Xitoyning zo'migarligidan qo'g'dash haqidagi so'zlariga norozilik bildirdi. Prezident Emmanuel Macron chorshanba kuni Avstraliyaning Sidney shahrida butkul Hind Tinch okean rayonida bir davlatning zo'migarlik qilishiga yo'l qo'ymaslikni ta'kidlagan. Macron Xitoyning ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin uning so'zi birdek Xitoyga qaratilgan deb qaralgan edi. Macron so'zida eng muhimi rayonda qoida qonun asosidagi taraqqiyotni qo'g'dash, shundaqla zarur tangpongliqni saqlash. Bu yangi ufqum asosida bir davlatning zo'migarligiga yo'l qo'ymaslik intayin muhim deb ko'rsatgan edi. Macron Xitoyni tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin uning so'zi Xitoyning jiniga tekkan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, juma kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Macronning so'ziga inkos qaytarib, Xitoyning zo'migarlik qilmoqchi bo'layotganligidan qo'rqishning asossiz ayiblash ekanligini ilgari surdi. U dunyoning ko'zida hozir qaysi davlatning zo'migarlik qilayotganligi aniq. Bu davlat mazkur rayonning hamma yerida o'zining harbiy iqtisodiy zo'migarligini ijro qilyotidi dedi. Fransiya agentligining xabarida Xitoyning bu so'zida Amerikani imo qilayotganligini ilgari surdi. Tinch okeandagi Fransiya Poloneziyasiga o'xshash ba'zi orollar Fransiyaga qaraydi. Lekin Xitoyning yaqinqi yillarda Tinch okeandagi orollarga qarab kengayishi bu rayondagi Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlarda andisha paydo qilishga boshladi. Ba'zi xabarlarda Xitoy doiralari rad qilgan bo'lsa-mu, lekin uning Tinch okeandagi orol davlati Vanuatuda harbiy baza qurishni talab qilganligi ilgari surildi. Avstraliya Lowy institutining faraz qilishicha, Xitoy yaqinqi 10 yil ichida Tinch okeandagi ushoq orol davlatlarini 1 milliard 780 million dollar yordam qarz pul bilan ta'minlab, ularni qarzga bo'g'ib olgan. Xudson markazida Xitoyning Xinjiangdagi soqchi davlati temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Washington shahridagi Xudson markazi 4-may kuni bir qism shaxslarni taklif qilib, muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'in haqidagi e'londa navbatda butkul Uyg'urlar diyorida g'oyat zo'r soqchilar qo'shunining safarbarligi keltirilganligi, shundaqli 5% dan 10% gacha bo'lgan Uyg'ur nufusining yepiq tarbiyalash markazi nomidagi yig'ib olish lagerlariga so'langanligi. Bu harakatlarning mohiyatda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur milliy madaniyati va islom e'tiqodini vayron qilishga urinishi sifatida o'ttirg'i chiqayotganligi ta'kidlandi. Yig'inga alohida taklif qilingan mutaxassislardan Amerikadagi Georgetown universitetining tarix fanlari professori, Uyg'urlar tarixi haqidagi mo'l husulliq amgaklarning avtori James Milward oldi bilan so'z elib, Xitoy doiralari va olimlarining har qachon Xinjiang azaldan Xitoyning bir qismi deydigan iboralar orqali so'z boshlaydiganligini, ammo o'zining bundaq shaklda so'zlamaydiganligini, bundaq deydiganga vaqtiningmi yo'qligini aytib, yig'in zalidagi umumiy kayfiyatni yumoristik tuyg'uga ko'tardi. Andın professor James Milward o'zining bugunchi Uyg'urlar diyorining hozirgi vaziyatini qanday shaklda tushunish lozimligi to'g'riliq so'zlamoqchi bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. U navbatda Uyg'urlar diyorida g'oyat zo'r ko'lamli tutqunning davom qilayotganligini, islom diniga qarshi islom vahimasi shaklidagi bir zo'r hujumning Uyg'urlarni nishon qilayotganligini, Uyg'ur tilining ma'rif sohasida man'iy qilinishi o'ttirg'i chiqayotganligi, bularga mos holda Uyg'ur madaniyatining har qaysi sohalarining birdak bostirish obyekti bo'layotganligini, amdilikda bo'lsa yepiq tarbiyalash markazi nomidagi siyosiy lagerlar haqida ko'plab xabarlar ma'lum bo'layotganligini bayon qildi. Arqadan Amerikaning Loyola universitetining professori, Uyg'ur tarixiy tadqiqot asarlarining avtori Ryan Sam so'z oldi. U nuqtaliq qilib, navbatda 1 milliongacha sondagi Uyg'urning tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarga qamalganligi haqidagi ko'plagan xabarlarning o'ttirg'i chiqayotganligi,
Bununğa bolsa haraq tamaki istimali, Uyg'ur turmush odatlari, gumonliq kishilardan kelgan telefonni ilib salganligi, chet elga chiqqanligi degandek tuk yo'q ishlarning sabab bo'layotganligini. Növbətdə Uyğurlar diyarında uruq tuqqanlardan bir yoki bir neçədən kişi mush xildagi yig'ib elish lagerlariga qamalmagan, hech qanday Uyg'urning qolmaganligini so'zlab o'tdi. Erkinlik sarayining oliy tadqiqotchisi Sarah Cook, Dünya Xristianlar İttifaqıning Washington shahrida turishli xodimi Louisa Grev qatorliqlarmi ayrim so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar diyorida soqchi davlati barpo qilib chiqishidagi hal qilg'uch omillar, buning Uyg'urlarning eng aqalli hayotiga qanday salbiy ta'sirlarni ko'rsatayotganligi, shundaqla buningga xalqaro dunyoning jiddiy inkos qaytirishi lozimligi qatorliq masalalarni ta'kidlab o'tdi. Yig'inga Amerika hukumatining bir qism xodimlari, Washington shahridagi bir qism Uyg'ur jamoati, shuningdek har sohadan kelgan 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Mukofotli Qur'oni Karim yodlash musobaqasi faoliyati rasmiy boshlandi. İstanbul'da faoliyat elib berayotgan Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi tashkillagan 5-oyning 5 va 6 kunlari, ya'ni bugun va ati elib beriladigan mukofotli Qur'oni Karim yodlash musobaqasi faoliyati bugun 5-may soat 9 da rasmiy boshlandi. Safaköy va Zaytinburnidagi musobaqa o'rinlariga yig'ilgan farzandlarimiz jo'shqin kayfiyat bilan musobaqaga qatnashyapti. Baholovchi ustozlar baholash qoidasi bo'yicha imtihon elishga boshladi. Musobaqa faoliyati ayrim Safaköy va Zaytinburnida elib berilgan bo'lib, musobaqa ati 6-may kech soat 6 gacha davomlashadi. Mukofot buyumlari 5-oyning 13-kuni yakshanba atgan soat 10:30 dan 1:30 gacha Safaköy Sulton Murod jamisida tarqatiladi. Musobaqada g'alaba qilgan har bir o'quvchiga birdan velosiped mukofot beriladi.